Açıq yeyiniz kep qanı şurab yeb aldığan bolsanız, acayip xumarınızı basıdığan mında oxşagan qanat qorishni o'rganib aldığan bolsanız, tam tiliniz qag'idek acayip o'xshaydi ekan. Mana shunday bir taxs qo'rib kino ko'rgach o'tirib yeb oling. Qilish usulimi intayin oson, ko'p material ketmaydi. Buni qanaqa qildimki, qanams birlik tugnamdi. Eng avval qanatni yuvib tayyorlab olgandan keyin suyini pak saqit etamiz. Endi qozonga azroq may qo'yib, bir qo'shiq shakar silib, yaxshi bir aralashtirib olsak, mushtaq shakar erib, ko'p kishilar ustiga o'rlab chiqqanda qanatni silib, 2 minut atrofida qo'rib qizartib olamiz. Bishak kelgan yurak berib saqlamsangiz keyingiz degan topolmay qolsizmi? Ko'rib turganingizda qanatni mana shunday qizartib olgandan keyin samsaq, so'ng piyoz, zanjir silib, nizlik puroq chiqich qo'rib tayyorlab olamiz. Undan keyin azroq jang yo'q qo'yib yutamiz. Bularni yaxshi bir qo'rib olgandan keyin cho'ng ustamning lazizati tutqisi bir bo'laq silib yutamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor, qiynisilan bir shiltib sinab beqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Endi buning tam xurishlarini yaxshi singib ko'rish uchun 2 minut atrofida qo'rib olgandan keyin 2 minut atrofida qaynoq suv qo'yib, taxminan 10 minut atrofida bo'sh o'tda dumlab qaynatib pishirib olamiz. Tamlik pishish uchun azroq tuz silib etdim. Ko'rib nishak kapsizlar tutqanlar izdegan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayonigacha qaqsiz gulronlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Qaranglar o'xshab ketganiga kino ko'rgach o'tirib yeb oladigan bo'lsanglar, ajoyib achchiq xumaringlarni bosadi. Guymilaringlarga aytib qilishni unutib qolmanglar, uyga borgan itpasin. Ma qanatdan o'xshab ketganiga og'zinglar kirpoq erib ketgidek shunday yumshoq pishibdi, o'rganib oldingizmi?